Hozir navbatdagi dorixonamizdan ustanobkasi bo'layapti. Polvon qiynalib qolibdi. Ustanobka shunaqada endi, ha polvon? Ha, endi bu turadi. Yig'lama. Qanaqa ishlar? Bu mahallamizdan tor joyda. Ko'cha. O'zi zo'rg'a kirib kelgan darvoza. Shunaqa nimalar ham bo'ladi, holatlar ham. Uchmush zo'rg'a mashinani olib kirib tiklangan darvozani. O'ziga yarasha mashaqqatlari bo'ladi. Bahor so'z darvozamizni ustanobkasini yakunlaymiz. Ba'zi fason darvozamiz bu. Bu shekillari. Ustidan yopishtirilgan. Hozir ustanobkadan keyin ochamiz. Topshirishlarimiz va navbatdagi dorixonamiz ustanobkasini yakunladik. Topshirish arafasida turibmiz. Bu dorixonamiz ham lazer fason deydi buni nomini. Nerjivkalarni qo'yib berganmiz. Kumush rangda. Bu dorixonamiz materiallariga keladigan bo'lsak, ichiga 6x4 profilni 1.5 stenkasini ishlatib berganmiz. Mana mayda juda profillari ham normal stenka qo'yiladi, 1.7 stenka, 1.8 lis. Yondor qismlarini bu uyimiz endi ensizroq bo'lgan hisobiga 10ga5 profil qo'yib berganmiz. 10ga5 uskiro chiqishi uchun, lekin 2.1 stenkada qalindan narmisini qo'yganmiz. Profillarimiz pastki tomoni ham. Ramkaning pastki tomonlari 10li shivillar qo'yib berganmiz. Dorixonamiz premium segmentdagi darvozalardan. Yopilishiga ahamiyat beramiz. Mana o'zini o'tida yengil yopilaveradi xohlasa. Dorixonamizning tashqi ko'rinishi. Bu dorixonamiz eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan. Ustki fasonda. Narxiga keladigan bo'lsak, kvadrat 1,5 million so'mdan, o'rtalik ekonom variant kerak bo'lsa 1,3 million so'mdan. Dastavka, ustanovka xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. Mana shu darvozamiz normal zakazniy variantda tayyorlangan 17 million so'mga kelib o'rnayapti. Dorixonamiz sharnirlari ham pachimlilik qo'yiladi, обязательный. Cho'tki xizmat qiladi. Dorixonamiz orqa ko'rinishi. O'rtasiga power qo'yganmiz.